Şimdi benim yazılan aytgan fikrlerim indi bir kimishinde yanlılık yoki ochiqdir deb o'ylayman. Chunki men ayta keldim. Agarda Tatar xalqi bugun Tatariston Respublikasi bor ekan, Tatariston Respublikasining hokimiyati onga rahmatli bo'lirga deydi. Chunki Tatar xalqi bo'lmasa, Tatariston Respublikasi bo'lmas edi. Tatariston Respublikasi bo'lmasa, onga bugungi hokimiyati kerak bo'lmas edi. Agarda Tatariston Respublikasi bo'lmasa, onun boshqalasi bo'lmas edi. Ham bu boshqalarning biri bo'lmas edi. Shunga ko'ra bugungi kunda ular rahmatli bo'lirga tegishli deb sanadim men. Ham sanayashaq bunda Tatar xalqina o'zlarining hatto kanafilari bilan da. Agar endi bugun men shunda sinizm akti bilan uchrashganimni ana mana hali yozib o'tirdim. 30-avgust oldindan 29 kunni Tatar ijtimoiy o'zagining binosin sotuvga chiqaru. Agarda Tatar ijtimoiy o'zagi bo'lmasa, shu vaqtda Tatar milliy harakati yotmagan bo'lsa, ochliqda, issilab, alsirab, salqinda ko'shigib yotmagan bo'lsa, bugungi kunda u 30-avgust bo'la olaydimi? Ayya bo'la olmaydi. Mana bu sinizm akti. Shunga ko'ra men jonim tanim bilan bu aybirga qarshi men o'ylayman, milliy harakat rahmat yuzidan bo'lsa da, ko'pmidir vaqtda u xalqning, millatning ongini uyatib turgan ishi onun binosida bo'lirga tegish, ko'pmidir darajada hokimiyat onga hali yordamdan etarga tegishdir deb o'ylayman. Bugungi kunda milliy harakatni tarqatuv ul hokimiyatning o'zina foydali tugul. Niyeshin, chunki bir zaman agar xatirlasangiz, Kanafiyin yo'qolta boshlagach bizning bir boboyimiz aytdi. Prezident saylovlarini qaytarga kerak, bizning bitta referendumda bor dedi. Ammo referendumda o'zi bergan edi. Xatirlasangiz, o'zi tuzilgan edi kelishuvni Moskva bilan. Ham bo'lishgan edi vakolatlarni. Shuning bilan yo'qotgan edi bizning referendumdan chiqishlari. Ammo u vaqtda Moskvaga ham eshitdimi? Yo'q. Motorgina ayttirib ketib bordi, Kanafini boshqaga qoldirib. Niye işin işitmedi? Çünkü ortamda iştirlik kıştırmadı. İştirlik kış, bu barıdık milli hareketine bulurga deyir. Benim aytgan sözlerim yanmalım özüreniz içinde, yukarıdaklar içinde. Şuna göre men canım benim bilen karşı bu binanın satılığına, o bulurga deyir, milletinin, milli hareketinin umurtqaсын saqlab turadigan bir oddiy o'rin bo'lirga deyir. Agarda endi bugun shuni bera olmaydigan Tatariston hokimiyati, Qozon hokimiyati bu onun uchun eng zo'r o'rliqli sahifa deb sanayman.